Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birgalikda Black MC kanali va qarshingizda Humoyun. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Rebar City'ning 3-qismini olamiz do'stlar. O'tgan qismda mana buncha narsalar yig'gan edik va biz endi bugungi qismda albatta qurol yasaymiz va yana 1-2 modlarim bor meni. Agar yana ham bilmasangiz, shunaqa modlar bor. Qo'shdim yoki bormidi oldindan. Yana ham bilmadim. Sizlar bilmagan modlar ham bor bu yerda ko'rmagan. Do'stlar, bo'ldi, biz endi qishloqni o'maramiz. Va keyin sizlarga aytgan modlarimni ko'rsataman. Birinchi navbatda mayli qishloqda o'marmasligimizdan oldin pechkalar yasab olishimiz kerak. Pechka. Bu pechkamiz bor. Nizrit dibrimiz ham bor bizlarda. Kim bilmagan bo'lsa. Hop. Pishirishga qo'yamiz do'stlar va 1-2 ruda olib turamiz. Bizlarga endi bu qismda ko'proq olmos kerak, temir kerak. Chunki o'zim ko'rib chiqqanman. Temir olovlarini. Biz bugun ham sayohatga chiqamiz do'stlar. Sayohatga chiqmasak bo'lmayapti. Hop yaxshi. Va yangi modlarimiz mana bu yerlarda bor menimcha. Yo'q, bu yerda ko'rdim ekan. Aha. Buning ichida menimcha yaxshi narsalar bor. Hozir do'stlar, xullas do'stlar pishyapti steklarimiz. Universitetda yasaymiz va yangi modlarimiz bilan yangi modlarni ko'raylik. Do'stlar, cracking modlarimi? Nima? Bular oldindan bor edi. Bilaman. Shuncha cracking modlari bor ekan. Yaxshi lekin to'xtaylik. Sword deb yozamiz, chunki yangi ular ham qo'shilgan bo'lish kerak. Qilichlar yo'q. Yangi qilichlar faqat shu 2tasi qo'shilibdi. Yangi qilichlar yo'q. Desa shilor chizma, lekin ko'rgandim. Ularni sindirib olamiz ukamiz bilan va sayohatga chiqamiz do'stlar. Savannaga borishimiz kerak. Savannaga. Nega aynan savanna bilmayman o'zim ham. Stegimiz bor va biz yo'lga otlanamiz. Savanna nima uchun hozir? Redstone. Aynan redstone kerak edi. Endi qurollarga harakatni boshlaymiz do'stlar. Xo'p, savanna qaysidir Gulistonda edi. Mana bu yoqda ekan savanna. Savanna shu yoqda ekan. Yo'q, borsam ekan. Mayli, yo'q borib ko'ramiz. Bu yerda golemni o'ldirmadim. Golemni tirik qoldirdim. Tursin golem. Xo'p. Menimcha savannada hech bilolmaydi qishloqdan boshqa. Fil? Fil? Yo. Ovoz eshitilaydi. Fil desam fil. Xo'p, bu yoqda nima bor? Qishloqda qaysidir tomonda savanna ko'rgandim-da baribir. Hozir do'stlar, xullas do'stlar qishloqqa qaytishga qaror qildim. Chunki ovqatim yo'q edi. Ularni sindirib olamiz. Ovqat to'g'ri bor endi. Baribir hamda to'xtayapman. Videoga qo'yib qo'yaylik. Qo'lim chiqdi. Perfect menimcha qiziqarli emasdi, to'g'rimi? Nima u? To'xta, golemni olmaymiz chunki golem bor. Nima u bolalar? Nima bu? Uzoqdan kattaday ko'rinadi, lekin o'rniga kichkina. Bular nima uchib yurgan? Nima bular? Qo'ymi? Arvoqmi? Nima? Mayli. Bu nimadan qurilgan endi? Do'stlar, kanalga like bosib, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmasin.
Bunaqa mahluqlar. Sindirib tashlayman. Yo, ruh. O'ldirib tashladik. Xo'p, buni sindirib tashlaymiz albatta. Buyuk qanaqa struktura? Kim Kayzoni kuzatadi? O'sha Kayzoni safiriga o'xshab ketdi bor do'stlar. O'zimni tan olaman mana. Aytishni yo'qlik aytishim. Ametistlar tashib ketamiz. Chunki bular bizga yaqin orada kelajakda kerak bo'lmaydi. Ochib qo'yamiz. Bularda menimcha hech nima yo'q. Uchta olmos. 5 ta olmos bo'ldi. Yo'q, xo'p, olmos. Xo'p, bu yoqda ham anolar bor ekan. Sabzi uchun kerak emas bizlarga. Juda ko'p anolar bor. Bulardan chiqarsa, olmos. Yo'q, hozircha olmos ketdik. Paqavatiga. Do'stlar, buni men olaman, men olmasam bo'lmaydi. Bo'ldi. Buyuk xuddi cherkovga o'xshaydi. Cherkovga o'xshaydi. O'z. Belə. Paqavatga chiqish bormi? Menimcha yo'q ketdik. Sayohat izlaymiz yana do'stlar. Zo'r narsalar topdim. Modda kuchi do'stlar, modda kuchi, mod. Xo'p, katta bolalar yuguradi. Do'stlar, bunaqa mod qo'shganman. Birinchi o'rinda bizlarga shakar qamish kerak bo'ladi. Menimcha u menda bor. Yo'q ekan. Yo'q, shakar qamish kerak bo'ladi birinchi navbatda bizlarga. Shakar qamish emas, kitob kerak bo'ladi. Bunaqa mod bor-da, siz aytganda anlayapsiz o'zingiz. Xo'p. Sayohat qidirishimiz kerak. Quyoshga. Keyin ko'rsataman, mayli do'stlar. Xo'p, o'rmonga ham kirib keldik. Va do'stlar, hozir qo'lga tushsak ham kerak. Komda aylangandim, ammo burada topolmaganman. Endi komda aylanamiz. Shu yerda ko'rgandim-da hozir. Mayli, o'zimiz topamiz. Oydi. Restay qo'yib oldim. Mayli. Xo'p, junglida ham menimcha strukturalar bo'lgan yerlarda deb. Devolsa yaxshi bo'ladi. Adashib ketyapman narsalar ko'pligidan. Ahmoqlik qilib. Yo'q. Kerakmas shakar qamish. Hop. Bu yoqqa borishimiz kerak. Yaxshi, keyingi video nima haqida bo'lsin do'stlar, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Hop. Albattaki La Liga ham chiqadi. FIFA'ni ishqibozman, bilmasa. Minecraft ham, FIFA'ni ham. Xo'sh. Junglida birorta struktura bo'lish kerak edi-da. Yo'q. Junglida. Hop, yugurib yurish kerak. Yurish kerak. Do'stlar. Men sizlarga aytdim, struktura bo'lish kerak dedim, chunki men bilaman, modda o'qigandim. Hop, kitob yozish kerak emas, chunki bu kitob yo'q. Bir omad keldi. Omad keldi bolalar, omad. Meni omadim bilan salomlashib qo'yinglar. Uchinchi zombi. Nasıl bir özüm yo'yaman.
Sizga shunaqa kerak bo'lsa, kommentariyaga yozing, menga kerak. Yaxshi. Omadim keldi bolalar. Allar omadim keldi. Mana ichidagi o'qlarni olib qo'ygan yaxshi. So'ng men tushirib yuboramiz. Qo'yamiz. Shunday ichida o'qlarni qo'y. Nimaga tushib ketmadim hozir? Men hayronman-da. Hamma joydan kirsa. Tushib ketdi berildi. Yo, nima bular do'stlar? Ukam oldimda salomlashib qo'y. Aka, buni hozir topsa bo'larmidi? Yasasamiz. Top. Men yasaydi. Shu modga qiziqib qolgan ukam uchun. Просто qanaqa men bilardim, faqat topolmay ekanligini. Ana nima topchiyasiz? Ha, bilardim. Topchiyasiz. Shunda siz bilan ko'rasiz qayerda qanaqa troplar bor. Mayli. Yangi topgan qurollarni ishlab ko'ring. Xo'p. Albatta qiziqarli emas video bo'ldi, lekin baribir. Kanalga videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, esda qolmasin. Oxirlarida ana yangi topgan qurollarni ishlab ko'ring. Bitta dagger bilan yuradi. Xo'p. Bumerang или speed. Neyse. Hani neydi o yaptı? Bu ne yaptı? Bumerang zorda chiqib qoldi. Ana kobalt oldu. Ol, zombida o'lib qoladigan emas bu. Pushti delfin. O'ting shu delfinga qarab o'ting. Nayzami? Bergan emasman-da, mayli. Berganman. Qoch jonim kam qoldi, qoch. Bolalarga maslahat agarda akang, opang, singil makang bo'lsa ham deb gapirsa, u ishda qiladi ekan. Sizlar, akam hozir o'lib ketadi. Yaxshi, qoldi. Mendan qolmoqman-da. Allaqachon o'lib ketgan bo'lardi. Chitterlik ishlatamiz bolalar, chitter. Qancha joyimiz qoldi? Öldü. O'zingizda joyingiz soat. Menimcha shunday. Bolalar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqmasin. Videomiz ham o'z yakuniga yetdi do'stlar. Keyingi anlarda yana sayohatni davom ettirib, uy qurishga joy topamiz. Oxirida yangi qurollar topdik. Keyingi qismda ham yangi qurollar topamiz do'stlar. Hammaga xayr do'stlar.